Assalomu alaykum hammaga. Gentra, Cobalt hamda Nexia uchi bor odamlar uchun zo'r lifehack. Uy sharoitida rulni yumshoq qilishni o'rgataman. Bu o'zi yechilgan hol sizlarga tushunarli bo'lishini yechib ko'rsataman. Mana qaranglar, bizaga 16, 22 kulish kerak bo'ladi. Mana buni sekin olamiz. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda uni tagidagisini yechamiz уже. Buni yechib oldik. Endi ombir bilan mana ichida klapanchasi bor. Mana shuni olamiz. Mana. Buni ham oldik. Endi buni ichida eng kerakligi prujinкасы bor. Mana. Mana shu prujinкасini ozgina qo'lda cho'zib qo'yamiz mana. Prujinka ezilib qoladi va rul qattiq bo'lib qoladi. Mana shuni ozgina qo'l bilan cho'zib qo'ysangiz, xudo xolasa yengil bo'ladi. Mana sekin prujinкani qo'yib olamiz birinchi. Ikki klapani qo'yib yuboramiz. Mana. Unisini qo'yamiz keyin. Sekin 22 kulish bilan ashlab qotirib olamiz. Yaxshilab qotirib qo'ydik. Mana bu shlangisini qotiramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Ma'lumot foydali bo'ldi degan umiddaman. Siz ham uy sharoitida bemalol sinab ko'rsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, natijasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bitta barmoqdan aylantiryaptim mana. Yengil bo'lib qoldi. Sizlar ham uy sharoitida qilib ko'ringlar. Agar foydasi tegadigan bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar.